Hop, o'rtoqlar, endi qiladigan ishimiz oylikni bankdan to'lashni ko'rdik. Hop, kassadan qanaqa to'lasak bo'ladi? Ya'ni naqd pulda qanaqa to'lasak bo'ladi? Naqd pulda to'lash uchun birinchi o'rinda bizda naqd pul o'zi bo'lishi kerak. Hozir obratkamizda naqd pul yo'q. Elibronda bankda 100 million lekin pul bor. Hop, mana shu bankka borib pul olib kelamiz. Chek daftarcha to'ldirib. Hop, buning uchun bank va kassa bo'limi tanlanadi. Adresda ko'ramiz ishni. Bank va kassa bo'limi tanlanadi. Hop, kassaviy dokument. Keyin possiblyni tanlanadi. Ya'ni kassaga birinchi pul olib kelib olish kerak ekan. Вид operatsiya получение наличных в banке. Bankdan o'sha naqd pul olib kelyapmiz. Qaysi sanada? Oyning oxirida, oylik to'lash maqsadida albatta. Hop, 22.8 da boshlagan shotdan pul olib kelyapmiz. Asosiy hisob raqamimizda 6.160 ming kerak ekan bizga. Va провести закрытие bosamiz. Bo'ldi. Endi отчетimizga bitta qarab oladigan bo'lsak, mana Elibron 100 million so'm pulimizdan 6.160 ming so'm ketgan. Bu pul kassaga tushgan mana 6.160 ming. Endi qiladigan ishimiz, ikkinchi ishimiz bank uchun naqd pulda to'lash uchun vidimiz qilish bo'ladi. Buning uchun zarplata va kadr bo'limi tanlanadi. Keyin vidimiz в kassу. Hop, создать. Sanaga 31.123. Zarplata qaysi oy uchun vidimiz qilyapmiz? 2023-yil yanvar oyi uchun qilamiz. Keyin заполнить. Mana Elibron Sardorga 3.80 kelib chiqdi. Hop, через kassa o'sha bank bilan bir xil bo'ladi. Keyin провести закрытие bosamiz. Hali ham o'sha qizarib turibdi. Chunki hali to'lanmagan kassadan. Endi kassadan o'sha pulni chiqarib olamiz. Demak, uchinchi ishimiz bank kassadan oyligini to'lab olish. Hop, bank kassa bo'limi, ya'ni kassaviy dokument endi videocha bo'ladi. Chiqarib olish. Hop, nima uchun chiqaryapmiz pulni? Выплата заработной платы по видимости tanlanadi. Sana 31.01.23 oyning oxiri. Hop, summa 6.160 ming. Nega yozish shart emas? Chunki biz vidimizni tanlaymiz. Mana bu yerdan. Kassa uchun qilgan vidimiz tushib keldi. Tanladik va summa o'ziga yozilib qoldi. Va shu joyning o'zida OK bo'lsak bo'ldi. Провести закрыть. Tamam. Отчетga qaraydigan bo'lsak, mana kassadan endi pul yo'q va oylik ham to'langan. 7 million bo'ldi. Va mana bu soliqlar har doim bankdan to'lanadi. Kassadan to'lamaymiz bu soliqlarni.